Nafsi lavvoma. Nafsi ammorasini pushaymonlik ila hisob-kitob etib, uning yomon hol va harakatlaridan qutulish uchun g'ayrat ko'rsatganlar to'g'ri nafsi lavvoma tomon yo'l oladilar. Bunday odamlar nafsi ammoradagi kabi nima bo'lganda ham Alloh kechiradi tushunchasi bilan ovunish g'aflatidan nisbatan poklanganlari uchun o'zlariga tasalli bera olmaydilar. Shu bois nafslarini qoralab, pushaymonlik bilan tavba-yu istig'forda bo'ladilar. Gohida ilmi sababli biror bir natijaga yeta olmaganlar ham ilm va irfon majlislarida ko'z yosh to'kkancha tavba qiladilar. Biroq shundan so'ng ham yomonliklarga qaytadilar. Lavm malomat va ayblamoq demakdir. Nafsi lavvoma qilgan yomonliklari, Allohning buyruq va qaytariqlariga nisbatan beparvoliklari sabab o'z xatolaridan pushaymonlik tuygani, vijdoni azoblangani uchun o'zini qattiq tanbehlagan nafsdir. Bu martabada bo'lgan kishi nafsi ammoradagi xulqlarining ba'zilaridan tavba qilib qutulgandir. Ya'ni g'aflatdan bir oz uzoqlashgan va gunoh qilish istagi kamaygan kishidir. Biroq bu hislar yetarli darajada bo'lmagani uchun takror gunohlarga tushishdan o'zini qutqara olmaydi. Sultoniy ruh hayvoniy ruhning asoratidan qutulib, undan forig' bo'lgani uchun gunohlar ortidan darhol pushaymonlikni his etadi. Banda o'z nafsini ogohlantirib, istig'forga mashg'ul bo'ladi. Faqat nafs hanuz mag'lub qilinmaganidan tavbada to'liq holda sabot ko'rsata olmaydi. Bunday kishilar yomonliklardan vijdonan rohatsiz bo'lsalar ham tashqaridan keladigan salbiy ta'sirlarni rad eta oladigan kuchga ega bo'lmaydilar. Shuning oqibatida gunohlardan qutula olmaydilar. Masalan, do'stlarning ko'nglini og'ritishdan qo'rqib, gunoh yo'llarga kirib qoladilar. Bundaylarning aksariyati qilgan hasanoti bilan masrur, shod, yomonligi bilan mag'zun, g'amgin bo'lganlardir. Ular shahvoniy istaklarining toshqinlaridan o'zlarini saqlash va unga qarshi turishga harakat qiladilar. Tavbaga moyilliklari kuchayib boradi. Qalblari ancha nurlangani uchun g'aflatdan uyg'oq holda bo'ladilar. Bu kabi kishilarda Alloh taoloning amrlariga bog'liqlikni va solih amallarning ortganini ko'rish mumkin. Ularning aksariyat amallari faqat Alloh uchundir. Biroq ilohiy ilhom baxsh etadigan huzur va sukunga hali tom ma'noda qovushmaganlaridan Alloh uchun qilgan solih amallarining ich-ichlaridan odamlar bilishini xohlaydilar. Ya'ni ularda nafsi ammoraning ba'zi yomon axloqlari hanuz davom etayotgan bo'ladi. Shu bois banda holi tufayli o'zini o'zi qoralaydi. Nafs vosil bo'lgan bu bosqichning nomi Qur'oni Karimda lavvoma, malomat qiluvchi nafsiga qasam, Qiyomat 2-oyatida bayon etilgandir. Insonning o'z nafsini malomat qilmog'i, ya'ni nafsini shiddat bilan ayblamog'i faqat quruq so'zlar bilan voqea bo'lsa, bundan kutilgan natija yuzaga chiqmasligi ayondir. Zero lavvoma va ammora martabalari orasida nihoyatda hassos va nozik bir chegara bordir. Insonning botinida nafsini ozgina lavm etmog'i sababli bir kibr holi sezilsa, bu yerda hamon yashirin holda nafsi ammoraning hukmronligi davom etayotganidan darak beradi. Haq taolo aytadi: qachon ulardan va ular ibodat qilayotgan Allohdan boshqa narsadan uzoqlashmoqchi bo'lsangiz, Kahfdan panoh joy olingiz. Robbingiz sizga o'z rahmatini taratur
va sizga ishingizda osonlik yaratur, dedilar. Kahf surasi 16-oyat. Inson shu tarzda nafsini lavm etarkan, nafsi ammoraning yashirincha tasarrufotidan o'zini saqlamog'i va g'aflatda qolishdan qattiq cheklanmog'i lozimdir. Chunki ba'zi insonlar fitratlari shunday bo'lgani uchun emas, balki boshqalar ularni mutavozi inson deb bilishlarining nafsoniy istagi sabab mutavozi bir fe'l atvorda ko'rinishga intiladilar. Shu tariqa o'z nafslarini zo'riqtiradilar. Bu samimiyatdan yiroq va riyokor hol aslida tavozuning faxridan iboratdir. Tavbada sabotkor bo'lmoq va yomon fe'llardan poklana olmoq faqat ma'naviy tarbiya bilan mumkin bo'ladi. Agar lavvoma martabasidagi nafs ma'naviy tarbiya ortidan borgan va solihlarga ergashgan bo'lsa, yomon fe'llardan qutuladi. Bu fe'l atvorlar keyin ham qaytmaydi. Biroq qalbdagi qin, hasad, kibr kabi ba'zi yomon sifatlar qoladi. Nafsi lavvomadan qutulib, nafsi mulhimaga o'tish ma'naviy tarbiyaning muhim bir usuli, robita orqali davom ettiriladi. Ya'ni nafsi mulhimaga o'tayotgan banda har bir hol va har bir amalida haromdan saqlanadi. Ilohiy amrlarga rioya etishda ma'naviy tarbiyaga rahbar qilingan murshidi komilning qo'lidan tutishi kerak bo'ladi. Banda u ma'nan va har on murshidi komilning qo'lidan tutish tushunchasi hamda ko'ngil birligi tuyg'ulari ila harakat qilishi lozimdir. Shuningdek, nafsini doimo hisobga tortmog'i va o'zidagi yomon xulqlarining har birini tadrijiy bir suratda tark etishga qaror qilmog'i va tavba etmog'i kerakdir. Bundan tashqari, ana shu yomon hislarning aksi va muqobili bo'lgan go'zal axloq bilan axloqlanishga urinmog'i zarur. Masalan, kibrga mag'lub bo'lgan bo'lsa, tavozi va yo'qlikka burilmog'i lozimdir. Kin va hasad bilan xastalangan bo'lsa, mo'min birodarlarni o'zidan ustun ko'rishga odatlanmog'i, ularning qusurlaridan oldin o'z qusurlari bilan mashg'ul bo'lmog'i darkor. Mo'minning mo'min uchun bir oyna ekanini yodda tutmog'i zarur. Yomon ko'z bilan qaraganda yomonlikni, yaxshi ko'z bilan qaraganda esa go'zalliklarni ko'rishi mumkinligini bilmog'i kerak. Din qardoshlarining ham faqat go'zal jihatlariga e'tibor qilishi darkor. Yana bu martabada Alloh taoloning zikrida bardavom bo'lishi, ma'siyatdan ma'siyatga qarshi ogoh turishi va qalb olamini muhabbatulloh nurlari bilan oydinlatmoqqa g'ayrat etmog'i lozimdir.